Ama ya anası babası. Buraya neden girme yasak? Polis geldi, polis. Miliseler geldi. Çalış yavrum. Yoduluk koyutgan joy Gaziantep'te manimcha. Shahid Kamil yani район. Я на видео снимаю. Вот так понять, что ты козерог. Piyoda mana shunaqa nimalar bor. Tegilmagan joylar, lekin bu yerda odamlar yashagan. Осторожно, осторожно спускайся. Как ты туда залез? Masjidlarda pesherachalar bor. Bolalar bilan keldik. Bu yerda oldin Erjon bilan kelganmiz bu yoqlarga. Erga teganimdan keyin mana Medovый местga shu yerga olib keluvdilar. Ne oldu? Antlarni qaranglar mana. Ajoyib joylar. Hammamiz mana oilaviy keldik. Bu yoqi tarixiy joylar bu yoqda. Turistlar kelishadi. Odamlar yashagan bu yoqda bir paytlar. Hozir ularning izlarini ham ko'rasizlar. Здесь есть колючки, будь осторожна. Подножки смотри. Mamlarni qaranglar. Mamlarni qaranglar. Oho. Voy. Sal qo'rqinchli. Ham turishini qaranglar. Bolaligim shu o'tgan deyaptilar erim naryoda. Neden? Polis geldi, polis. Miliseler geldi. Manimcha bu yerda aylanish. Polis geldi diyor, polis. Bu yoqmada manimcha mumkin emas aylanish. Hozir bizani haydamasa. Voy, anaryolarni tezligi ko'rsataydi ekan, nima qilsa qilsin. Polis geldi, polis. Bu yoqqa kirish mumkin emas. Çünkü bu yo'llar opasniy. Tushib ketishi mumkin. Ay ben korkuyorum ya, çöker mükerse. Buraya neden girme yasak? Orayı yapıyorlarmış. Serine bak. Serine bak. Evet. Serine göre. Kim mi öyledi? Muhammed Ali. Ama inek var orada. Nerede? Şaka mı yapıyorsun? Var mı? Gel. Polis bir şey demedi. Mantı yapılmıştı. Manimcha yo cho'kib qolgan shekilli. Qo'rqinchli, paq etib ustimizga tushib ketsa, voy xudoni o'zi asrasin. Ko'sh. Mantlarni qara chiroyliligini. Ne güzel yerde fotoğraf çektim. Değil mi? Mantlarni chiroyliligini qaranglar. Antep'te umuman Turkiyani tagida hali qazilib chiqilmagan juda ham ko'p qimmatbaho kladlar bor. Bu yoqda dori qilib tashlashibdi zaharli narsalardan, ilon pilonlardan. Oğlan seni kucağında taşıyacak. Oğlanı kucağında taş. Kurtar kızını. Bacakları şey açık ya, şuna değil. Eşki nasıldı? Güzel. Ben onu dikerim inşallah. Leziz onun tadı. Keşke sapından böyle alıp verseydim. Onun tohumunu dikeceksin. Tamam. Toprağı şöyle bir şeye toprağı koy. Suyu dök, et kendine. Git gel hala. Suyu dök. Burada Sibel bakıyor. Sabah. O ne abla? Al buldu. Bu ne? Sumak mı acaba? Bu ne? Sumak. Bu da mı sumak? Al bunu Yabani suya mi? koyak. Suya koyucun ama. He. Nereden bildin bunu sumak oldu? Arang mana bu yo'lga ham chiqib oldik. Bolalar ay qilib ketyapmiz endi mana yana pastga. Men mana bunaqa sumak oldim. Sumak deydi buni. Toshkentga ekaman, xudo xolasa buni. Priprava bu shunaqa. Kislinki, limonli kislotaga o'xshaydi, faqat qizil.
Видео снимаю. Давай, туда. Приключения не ищите куда-то, кое-куда-то. Yaxshiyam Melisa hech narsa demadi, o'tib ketdi qara. Nima topishdi qaraydi. Gerçekten biz hani küçükken nasıl Bakayım. Mesut'da yapın, Mesut'da. Yana ketyapmiz, ilonlarni, terilarini ko'rib qoldik. Bir balolarni ko'rib qoldik. Men uyga qaytib ketyaptim, kelyapti tezroq. Bular kimniki bilmaymiz. Oy. Tamam mı? Eve dönelim mi? Tamam. Seni geberteceğim. Eve gidelim ya, ilanlar var. Yeni mamına kacoy toptu. Nasıl çarçadık. Ay. Anlattı karayla. Buraya ama biz gelmemiştik seninle. Ay Mahmut karayla. Ay. Antik joylar. Ay Mahmut karayla. Judayam eski joylar bu yo'la. Oldin ham bunaqa освещениeni qilib qo'yishgan ekan. Voy. Voy mamlarni qaranglar. Voy. Yerim mamutdan kirib, to boshqa joylardan chiqar ekan bolaligida. Ну-ка, подожди, отойди. Почему ты мешаешь мне снимать? Снять? Посвети-ка. Мама tunnellarni qaranglar. Fi. Oldin odamlar ustidan yurardi-da. Bir nima qilib mamni qaranglar. Oh my god. Olishibdi qaranglar. Badada bas göster. O Alparslan buldu onu. Burada. Kafası burada. Ama ya anası babası. Ay yapmayın. Aslan. Ay mamta halam odamlar yashar ekan. Mana. Ko'rdinglarmi? Qanaqa zo'r uy bor ekan bularni. Ahsan xonim bilan o'g'limni deyarli ko'rolmayapman. Mana shunaqa kuzenlar bilan maza qilib o'ynab yurishibdi. Bu yerda odamgarchiligi yaxshi deb baribir. Qanaqadir bir-birlarini o'ynatib, ovutib yuradi bolachalar. Nada ulku-duluklari. I like to move it. I like to move it. I like. Bizani ketishimiz bilan shamolni bo'p ketganini qaranglar. O'ziz mojarolar boshlandi. Sarguzashtlar olamiga xush kelibsiz. Kebap yapacağız şu anda. Şişleri temizliyoruz. Magnovka qilingan. Hozir Ovsinjonim salat qiladilar. Bu yerda akalar mana bu erimni eng katta akalari Erjon bo'la. Bular erimni o'rtancha akalari. Bunu da ben yaparım. Bunu da ben yaparım. Buraya gidip şeyden de. O'yin yondi parkka keldik. Biz charchadik, lekin bu bolalar hech charchash bilmaydi, mashallah. Mana bu yoqda uylar hammasi mana shunaqa. Kichkina 1-2 qavatli, 3-4 qavatli, maksimum 4 qavatli uylar. Zilziladan keyin shunaqa mana qurib berishgan. Bu yoqda ham kebabni kutib o'tirishibdi.
yememişsin. Yani çok güzel. Şeyin Değil mi? tadına bak ya. Kanser. Çok güzel değil mi? Evet. Assalomu alaykum. Birinchi marta bugun mana qaynonam 12 yil deganlar. Birinchi marta ertalabdan uyg'otdilar. Yoqar ekan-ku. Ertalab 7da uyg'onganmiz. Biz uchun bu juda voqli. Ikkita mashina bo'lib, hozir endi piknikka ketamiz. Rais bobo. Düğüne geldik. Ayağım öyle direkt. Ayağım dilere dönmüş. Kelib oldik mana piknik joyiga. Voy, bu yerda qizlarim bor edi. Oh, nariyoqqa o'tib olishibdi. Odamlar bu yoqda. Bu yoqda tayyorgarliklashyapti. Ha, biriniz o bu tarafa, biriniz bu tarafa. Hı hı. Hadi, hadi, Kamoş. Kamoş, peynirleri dizer misin? Kamoş hadi, çalış yavrum. Doma... Bu yoq Gaziantep'da judayam ko'p piknik qilishni yaxshi ko'rishadi. Piknik uchun katta joylar bor. Territoriyasi вообще katta. Yo'lda kelayotganimda yana bir nechta mana shunaqa joylar bor edi. Mashinada kirdik. Nech pul to'langanini bilmayman, mamdimi tog'lar. Ulku abla. Evet. Düzgün yapsana. Çok güzel yapıyorum. Maşallah. Dikkat etsene. Bakar mısın? Bakar mısın? Bak bak bak. Kim böyle yapar? Kim böyle yapar? Maşallah. Ha, işte bu. Çı- Herkes kendi canına. Sahip abi. Silahları kötü. Nereden buldun? Marketten aldım. Burada mana shunaqa suv sharab sotib berishadi. Maza qilishadi.
eğlence yeri yapmışlar. İyi yapmışlar. Büyükmüş. Güzelmiş. Baksana hanım bana ahvollari. Chumchuchalarni olib qo'yishdi, o'shanga yig'lab o'tiradi. Har doim bir narsani bahona qilib shunaqa bir yig'lab turishlari kerak, opa. Sadece böyle değil mi? Derin kalmış. Aşırı derin yani. Nereden biliyorsun? Akıp gitmiyor ama bir yerde duruyor değil mi? Ertalabdan kechgacha shu o'tamiz. Juda ham odamlar ko'p. Boshqa qarindoshlar ham keldi. Hozir sizlarga ularni ko'rsataman. Yangi kelin bo'lganlar. Bu mana Mesutni jiyani. Baqlajon kabobi. Hozir bu bo'tda shunaqa pishadi. Sahip. Keyin qozonga qo'yib dimlanadi. Lavashlar bilan zo'r ketadi keyin. Charchagan xolalar, qaynanamning sinilari. Yoruldunmi jonim? Jigar. Xullas bugun mana shunaqa o'tadi. Shu bilan menimcha bugun video ololmasam kerak. O'zim rosa charchadim. Ertalab kelib kechqurungacha shu yerda bo'lamiz. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Men ozgina shu yerda o'tirib kitobimni o'qib o'tiraman. Like bosib, podpiska qilib, hamma yaqininglarga tarqatinglar videolarni. Turkiyadan hammanglarga mana salomlar. Muhammed Ali abi,